Men qo'limdagi nima? Kecha yagona darchaga kirsam, bitta aka mendan yoshmaslar, bundoq qarab, "Voy, men bu pasportmi?" deb shunaqa ajablandilar. Xuddi o'zim meni tosh davrini odamlarga o'xshatib yubordim. Tushunsa bo'ladi, hozirgi IT texnologiyalar bilan katta bo'layotgan avlod ana bizani telefonlar bo'lardi, o'shani ko'rib, "Voy, men bu telefonmi? Mana shunda telefon qilsa bo'ladimi?" desa ajablanmasdim. Lekin rostdan ham o'sha hozirgi yoshlarga o'sha telefonni berib turib, "Men qo'lingdagi nomeringga terib ber" desa, bir 90-95% terib bera olmaydi deb o'ylayman. Lekin bundoq qarasam, rostdan ham tosh davrini odam bo'lib qolmizda-da. Yaxshi ani aka meni metrkamni ko'rib qolmadilar, SSR deb ustida yashil yozilgan. O'sha paytlarda kam kasal bo'lardi bolalar. Hozir kasallik ko'payib ketdi, bolalarimiz nozik bo'lib ketdi deydi-yu ko'pchilik. Lekin men o'zim eslayman, endi o'sha kasal bo'lganmiz, poliklinika chiqardi, bansada yotardi, onamlar bilan bir necha marta bansada yotganlarimni eslayman yoshligimda. Даже men Toshkent shahrining ichida detskiy sanatoriyami, qanaqadir lechebniy anaqa bansachalar bo'lardi-da, bolalarning o'ziga bog'chaga o'xshagan. Men Bodomzorda Baksurskiy mahalla tomonda bo'lardi. Men bu General Uzoqovda Gulzor Keturishda bo'lardi. Endi savolda, o'sha paytda ham hozirgi poliklinika, bansada ishlaydigan ayrim vrachlarga o'xshab, kun o'targa, smena o'targa ishlashganmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Faqat haqoratlarsiz, so'kishlarsiz, iltimos fikringlarni bildiringlar.